Semirib ketishingiz sababi organizmingizda mana shu vitamin minerallarning yetishmasligi. Defitsitlar ro'yxati bilan tanishing. Vitamin D defitsitligi metabolizmni sekinlashtiradi va yog' to'planishini oshiradi. Insulin qarshiligini kuchaytirib, semirishingizga sabab bo'ladi. Temir yetishmovchiligi moddalar almashinuvini sekinlashtiradi. Charchoq, suslik, bu esa kam harakatlikka olib keladi. Magniy va vitamin B guruhi yetishmovchiligi esa sizni energiyangizni pastligiga, undan tashqari stressingiz ortib ketishiga, kortizolni oshirishga yordam beradi. Shuning uchun ham magniy bilan vitamin B guruhi yetishmaydigan insonlarda ham ortiqcha vazn kuzatiladi. Omega 3 yog' kislotalarini defitsitligi yallig'lanish jarayonlarini kuchaytirib boradi va yog' to'planishiga sabab bo'ladi. Leptin, ya'ni to'qlik gormoni sezuvchanlikni pasaytiradi. Bu esa doimiy ochilish hissini tug'diradi. Eng muhimlaridan bu yod defitsitligi qalqonsimon bez gormonlarini ishlab chiqarishiga ta'sir qiladi. Metabolizmingiz sekinlashadi va vazn ortishi kuzatiladi.